Hop, hammaga yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz va endi keyingi darsga o'tamiz. Hop, bizni hozirgi kitob bo'yicha kelgan nimamiz Birinchi Vazirlar Mahkamasi. Hop, men bu kanalda o'zim ochib nima qilib tashlab turibman. Xudo xolasa 10 ta bo'lib qoldi. Qolganlarini ham tez-tezda tashlab, xolos sizlarga oson tushunarli qilib, keyin повтор qilishga ham ulguydigan qilib, iloji bo'lsa o'tib beraman agar vaqtim bo'lsa. O'sha kungacha yetsak. Hop, endi kitob bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga kelibmiz. Vazirlar Mahkamasi bu tushmaydi endi, lekin qaytarib qo'yishimiz kerak. Qonunchilik palatasi tomonidan 2024-yil 11-iyunda tasdiqlangan va Senat buni 2024 15-avgustda qabul qilgan. Hop, endi Vazirlar Mahkamasini maqsadi, ya'ni bu qonunning maqsadi Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tartibga solish. Hop, ana endi Vazirlar Mahkamasi prinsiplari. Qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquq erkinliklarini ta'minlash, kollegiallik va shu hokimiyatni bo'linishi va ochiqlik, shaffoflik prinsiplari asosida ish olib boradi Vazirlar Mahkamasi. Hop, ana endi respublikani ijro etuvchi hokimiyat organi albatta Vazirlar Mahkamasi bajaradi. O'zlaringiz bilasizlar, kitobdagi bu mayda cho'zilib ketgan, o'zimiz biladigan, tushunadigan joylarni yozmadim. Shu qisqa tezda chalg'ish mumkin bo'lgan joylarni yozib ketganman xolos. Endi ijro etuvchi hokimiyat yaxlit tizimiga vazirliklar, qo'mitalar, agentliklar va inspeksiyalar kiradi. Hop, kitobda buni cho'zib ketgan, lekin men sizlarga aniq qisqa lo'ndasini yodlash oson bo'lganini, testda kelsa ajratib olish oson bo'lishi uchun tushuntiraman. Qaranglar. Vazirlik degani bitta tarmoqda yoki bitta sohani, davlat siyosatini tarmoqda yoki sohada o'sha davlat siyosatini yuritadigan markaziy ijro organi, bu vazirlik hisoblanadi. Qo'mita bo'lsa, o'sha ma'lum bitta yo'nalishga tushadi va o'sha yo'nalishni boshqaradi va uni nazorat qiladi. Agentlik bo'lsa, maxsus bitta vazifani bajaradi va amaliy faoliyatni amalga oshiradi agentlik. Endi inspeksiya xuddi shu nimalarda belgilangan o'sha talab qoidalarga rioya etilishini nazorat qilib tekshirib turadi. Endi qisqa qilib yodlashga oson qilib aytadigan bo'lsak, vazirlik bu boshqarib turadi. Markaziy ijro, qo'mita muvofiqlashtirib, vazirlik boshqarganini muvofiqlashtirib, uni nazorat qilib turadi. Agentlik o'sha hamma vazifalarni amaliy bajarib beradi. Inspeksiya bu tekshiradi, ya'ni hamma o'sha nimalarni nazorat qilib, tekshirib boradigan organ hisoblanadi. Shu alohida